Sog'lom jinsiy hayot bo'lish uchun er-xotinning orasida chegara yo'q. Sizni kuchingiz qancha, meni kuchim qancha, u kuchingiz jinsiy qobiliyatingizdan, erkaklik, ya'ni testosteroningiz miqdoridan kelib chiqqan holatda, o'sha partnyoringizni, ya'ni ayolingizdan kuchidan kelib chiqqan holatdan, sharoitdan kelib chiqqan holatda bu belgilanadi. Endi misol uchun kuchingiz ko'p bo'lsa, kuniga 5 marta bo'ling, 6 marta bo'ling. Albatta vaqtingiz bo'lsa, vaqt ajrata olsangiz, kuchingiz, emotsiyangiz, sizni xohishingiz shunga yarasha bo'lsa, bemalol qancha vaqt, qancha aloqa qilsangiz, bu chegaralanmagan. To'g'ri, endi qanchadir yoshda mana bunaqa deyishimiz mumkin. 20 yoshdan 30 yoshgacha taxminan haftada, taxminan emas, aniq aytadigan bo'lsak, 4 yoki 3 marta bo'lishi mumkin. 20 yoshdan 30 yoshgacha. Endi to'g'ri, 18-17 yoshlilar soatiga yoki 15 minutda oladiganlari ham bor. Endi aytib o'tganimdek, kuchidan kelib chiqqan holatda 30 yoshdan 40 yoshgacha oladigan bo'lsak, 2 marta, 3 marta haftasida. Endi bu xohlasangiz har kuni, yana aytib o'taman, har kuni, har soat